Ayni paytda surishtiruvimizda aniqlangan faktlarning bir uchi o'zbekistonlik aksari avtomobil egalari orzu qiladigan qator norasmiy imtiyozlarga ega Uzubi seriyali davlat raqamlariga borib taqaldi. Biroq manbalar chegaradan o'tkazilgan qurollarni mamlakat ichkarisiga olib kirishda aynan Uzubi seriyali davlat raqami taqilgan transport vositasidan foydalanilganini taxmin qilishmoqda. Uzubi nomerini GAI to'xtatishi mumkin emas. Hamma joyda ular uchun yashil chiroq. Uzubi nomeri hatto diplomatik nomerdan ham kuchli. Mashinangizda bunday nomer bo'lsa, hech kim sizni tekshirmaydi. Pakusheniya ishida ham jinoyatchilar Uzubi nomeri taqilgan mashinada qurollarni Qirg'iz chegarasidan Farg'onaga olib o'tishgani haqidagi versiya tekshirilmoqda. Uzubi nomeri bo'lsa, har qanday jinoyatni amalga oshirish mumkin. Ma'lum bo'lishicha, suiqasd ishida Uzubi raqamlari bilan bog'liq versiya paydo bo'lishi ortidan mamlakatda maxsus reyd o'tkazilgan. 2 noyabr kuni boshlangan reydlarda yuzlab yuridik va jismoniy shaxslardan Uzubi seriyali davlat raqamlari qaytarib olingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan mulozimi Uzubi raqamlariga qarshi reydlar o'tkazilganini tasdiqladi va buni ushbu seriyadagi davlat raqamlari suiiste'mol qilingani bilan izohladi. Qonunchilikka muvofiq Uzubi raqami davlat hokimiyatining markaziy idoralari rahbarlariga berilishi lozim. Biroq tanish-bilishchilik yo'li bilan bu raqam ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarga, tadbirkorlarga ham berib yuborilgan. Vazirlik rasmiysi shu kabi shaxslardangina Uzubi raqamlari qaytarib olinayotganini bildirdi. Aslida Uzubi seriyali davlat raqamlari bilan bog'liq vaziyat 2021-yil avgustida AOKada bo'lib o'tgan brifingda ko'tarilganda iddao qildi. Keyingi paytda Umarov Uzubi nomerlarini o'ziniki qilib olgan edi. Umarov kimni bu nomerga loyiq deb bilsa, o'shanga berilardi. Uning ruxsatisiz hech kim bu nomerni ola olmagan. Cho'ntagida puli bor boyvachchalarning hammasida shu nomer. Reket ham shu nomer bilan qilindi. Kriminali ham shu nomer bilan amalga oshirildi. Kontrabanda ham shu nomer yordamida bo'ldi.